Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana indugilarimizni ham 2 kun sayr qilib keldi qo'shnimniki. Qamab qo'ydim qafasga. Ularni gashti boshqachada baribir. Nima dedingizlar? O'zlar sog' salomat yuribsizlarmi? Duxumni ifoda deydi-ku, ko'ngil cho'ktirmaymiz. Manda. Aziz insonlar, hurmatli obunachilar, mehri daryo, hoji onalar, hoji akalar. Parandash qovozlari mana. Havola ham qizib qoldi. Tuxumga kirishni boshlayapti endi xudo xolasa bular. Qoqoqlab. Mana. Hop. Damini berib qo'ydi mana. Xullas. Mana shu qo'y qo'zilarni boqib havola ochilib ketdi. Nima deydi? Parandalarni boqib dam olamanda miriqib. Bu paranda boqish qiziqish menga oldin ham aytgan videolarimda rahmatli onamdan meros. Paranda bu 7 xazinaning biri. Sabr, sabr, sabr. Sabr toqat qilsa hammasini Alloh taolo o'zi yo'lini ochib beraveradi. Xudo xolasa duo qilib turinglar. U mana yomon, juda yomon, lekin yirik narsa. Duo qilib turinglar, xudo xolasa parandalarimiz rivojlansin, ko'paysin. Sizlarning duolaringiz bilan xudo xolasa hammasini yana amalga oshirib boraveramiz. Bu o'zimizga ham motivatsiya, sizlarga ham motivatsiya, qiziqish. Faqat insoniyat o'zining foydasi uchun emas, xalqning foydasi uchun ham bir nima deydi, bir shu niyat, yaxshi niyat, xolis bir yaxshi niyat bilan bir ishni boshlasa Alloh taolo o'zi sinovlarini beradi, mashaqqatlarini beradi. Ulardan sabr qilib o'tsangiz, tashlab ketmasdan har bir ishni ham o'zi mukofotini beraveradi. Shuning uchun har bir narsani rohati bo'lgani kabi qiyinchiligi ham bor. Bu hayotda mana shu to'siq, qiyinchiliklar bilan hayot go'zal, shirin, mazmunli o'tadi. Har doim mana bunday nima deydi, to'kin sochim bo'layotsa qadri qolmaydi hech narsani. Shuning uchun mana shu hayot davomida buni yashirmayman. O'zim mana shu bug'doy donlarini topib beraman, mana shularni rizqini beradi. Sabab chiqib qo'ygan Xudo bizani. Shu nima deydi? To'kib qo'yishga imkoniyat yo'q-da bularga. Bunday farosatsizlik qilib deydimi, nima deydi? O'sha imkoniyatni o'zini bermayapti-da. İmkoniyat borki, har kun kunligini don-dunni berib, boqib yuribmiz. 2-3 mahal zerikkan paytim kelib, sepib donlarni berib ketaveraman. Farqi yo'q. Lekin dondan qiynayotganim yo'q, yemdan qiynayotganim yo'q. O'sha uyidan chelak-chelak pamoylar, ovqatlarni, qolgan ovqatlarni, atqotlari chiqadi. Hammasiga Xudoga shukr yetib turibdi. Shunisiga shukrda mana. Qo'ylarimizga ham yetib turibdi. Hammasidan bor. Hammasiga yetib turibdi. Hech qaysi bee'tibor qolib ketgan yo'q. Men shundan xursandman. Endi Xudo xolasa mana ming-minglab parandalarni ko'paytirishni boshlaymiz inshaalloh. Shularga ham Xudo o'zi rizqini beraveradi. Har bir narsani, har bir qurt-qumursqa jonzot rizqini beradi. Faqat o'shani o'zingizga ep bilib qilsangiz, hammasini beraveradi. Shuning uchun qo'rqmasdan bir ishni boshlamoqchi bo'lsa, tavakkal qilib, mana bu amalda boqib yurgan yo bir biznes qilib yurgan aka-ukalarimizdan tajriba almashib, shu maslahat olib qilinsa, amaliyotda o'sha o'zini natijasini beradi. Boyagi kamchilik, xatolar kamroq bo'ladi. Biza mana shu bilgan bilmaganlar endi tajribada hayotda bajarilaversa, o'sha o'zi natijasini berib boraveradi. Shuning uchun ko'ngil to'q qilish kerak. Har bir ishni boshlashdan oldin avvalo Xudodan so'rash kerak, niyat qilish kerak, halol pok sabr qilib boshlasa, hammasini Xudo taolo yetkazadi. Mana shu parandalarimizni qarang. Mana bu lazbiydan olganman mana. Mana shu o'rdakchalar.
Shundan 20 dedim, 18 dedim. Shundan suyildi, barter qilindi. Sotganim yo'q. Mana katta bo'lib qoldi mana o'sha. 8 ta qoldi shulardan. Mana 4 tani mana bu yerda edi, sovg'a qilishdi. Mana buni Surxondaryodan kelgan 2 ta oq. Shu to'planib endi xudo xolasa mana shulardan ancha jo'ja chiqadi nasib. Men ishonchim komil mana. O'zi qo'yaptimi deyman-da, kim biladi shu nima unday qilyapti. Qo'yapti, xo'rozni qo'yaptimi? Nima unday qilyapti, chopib yuribdi. Xullas mana 2 ta qo'ydan 5 ta qildim. Mana bulardan xudo xolasa 100-200 taga olib boraman nasib. Qolganlari ham xuddi shunaqa guring. Mana endi ularni ham nasib bo'lsa bularni ham ko'paytiraman, bitta xo'roz olib kelib. Ulardan ham bir 50-60 ta bo'ladi. Mana shu bir nima deydi, bu tajriba bu. Bu bir motivatsiya. To'g'ri, endi xudo xolasa hali katta kolleksiyali niyatlar bor, parandalar boqish. Ularni ham ko'rsatamiz, vaqt soati keladi hammasini. Boricha hozir shularni ko'rsatib turamiz. Qashaydi, o'tiydi. Nima bunday qilyapti buni bilmadim men. Men tushunmadim, bular kelisholmayaptim. Ya o'sha havo qizigani xo'roz kelib qolganmi? Xo'rozi ham qayerga qochib ketdi. Yoqqa yuribdimi deyman. Bitta xo'rozni olib kelishim kerak qora boshdan shularga. O'sha bular tuxum yaqinlashib qoldi. Mana bular lekin tug'yapti mana. Ko'rdinglar. Ha, mana xo'roz. Xullas shunaqa gaplar. Aziz do'stlar. Mana bu qochoqlarni ushlab oldim qafasda. Uchalasi. Xullas shunaqa gaplar. Endi kurkani boqishni kanda qilmaymiz. Chunki o'zi kurkachi deb nom olganmiz. Shuning orqasidan halol mehnat qilib ro'zg'or tebratganmiz. Foizasi tegsa tekkan, zarar tegmagan. Kimlargadir endi zarar tegadi. Nimadir qilsangiz e'tibor bermaslik kerak. Faqat yaxshi niyat, havas, harakat sizni o'sha kerak bo'lsa o'ylagan niyatlaringizga yetkazadi. Har bir sohada. Omon bo'linglar.